Tegman qizim, kepinak gulni yaxshi ko'rdi. Qizim, nima qilyapsiz qo'llaringizni mehnat qilib? Çoğun apa tezlikmi? Tezlik. Topshiriqni ishlab oldingmi? Ha, ishlab oldim. Matematikadan berilgan topshiriqni ishlab beramsan. Tushunmagan yerlaringni tushuntirib qo'ysam, andin o'zing voy, matematika desa beshim og'riydi mening. Ishlab yotmamsan. Ma'qul. Jira. Rahmat sizlarga. Addiy bo'lsin, sana o'snib keldim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Rahmat adash. Zamanı kim osma koydu? Ekildiğin neresi bulmasa, kurup kol kileyvesi bulmadı mı? Taşlıvet. Tığılgan gününüzge mübarek, 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 tığılgan gününüzge mübarek. Qizim, ma oliy maktabga imtihon oladiganga yana bir oy vaqt qoldi.
qachonli qarsam, mushuna naqshi muzika anglab o'tirsiz. Unda qilmay, ancha-muncha kitoblaringizni varaqlab qo'ysangiz bo'ladi. Voy, dada, kashkish qotildab ishimni og'irtayaptimiz. İmtihanda yutib tasım bo'ldi-ku. Ondaq degan bilan oliy maktabga kirishimo bak tasib ketdi. Ancha-muncha kitoblaringizni varaqlab qo'ysangiz, imtihonda qiynalmaysiz-da. Voy, balning ko'ziga kirib olib qo'tildavman, ha? Chiqma bu yoqqa. Hazırmı bir? Tezqima. Qanday xabarlar? Tezqima. Assalomu alaykum. Va alaykum. Endi qish qanday qoldi? Xotirjam bo'lsizlar, jo'jang. Hamma joyida. Qani o'tirsizlar. Rahmat. Danagulning ishidan xotirjam bo'lsizlar. Ikki yaxshi o'quvchini oldikaniga o'rlashtirib o'tdik. Nayt yaxshi bo'pti. Dada? Qizim, imtihonni yaxshi berdingizmi? Yaxshi berdim. Yaxshi. Qani, mashinaga chiqing. İmtihanni qandayroq berdingiz, qizim? Yaxshi berdim. Dadingiz o'rlashtirib qo'ygan bolalar yordam berdimi? Yordam qildi. O'zim yozdim. Mo'shu Rayhongul to'limi adabli qiz bo'pti-jimi? O'chi dada, yashashni bilmaydigan sirang, ertadan kechgacha darsda tushiradi. Ondaq demang qizim. Rayhongul o'ginishda sizga ko'p yordam qildi-ku. Nima? Bo'ldi. Endi bu gaplarni deyishmayli. Uyga qaytayli. Uyga berib, tushdan keyingi imtihonga tayyor. Bo'ldilar, opa, bishim og'rib ketdi. Tayyorlik qilmasam o'taman. Xotirjam bo'la. Voy, dadasi, endi huquqni ishlatadigan vaqt keldi. Ishlatala. Bo'ldi. Bu gapni qilishmayli. Mayli. Qaranglar, hammadan burun Danagulga chaqiriq qayg'ib ketdi. Qiziqishda bu. Albatta shundoq bo'ladi-da. U degan boshliqman qilib tursa. Qodir, sen Danagulning orqasida o'tirib hammani yezib berding xudayman, ha? Hammasi emas. Yashirib ketganini xuddi biz bilmaydigandek. Bu degan shundoq o'rlashtirgan ish. Maktabdagi ishga aloqali o'quvchining biri Danagulning oldida, yana biri Danagulning orqasida o'tirsa, u o'tmay kim etadi? Shu emasmi? Men ko'rib boqachi. Danagulga ketdi-da. Albatta Danagulga keladi-da. Undaq muddat ketmanglar, bizgim kelib qola. Qodir, sizga-chi? O'zimni qog'ozga toza yozolmagandim. Vaqt to'shib ketib, komissiya qog'ozimni elib olgandi. Men uni har holda yozgan edim, biroq men o'zimga kelganda oldirib qoldim. Danagul, maktabga mandingmi? Yo'q, momamning uyiga mandim. Sen chaqiriq qog'oz ketdi.
Akşam 3-4 adam öyge hoş xabar yetkizip seni çağırıp ketken. Akşam anglap boğan. Mübarek bolsun, Ali mektepke gitipsen. Rahmet, men ketdim ha. Hoş kızım. Bizden ayırdık kişinin jurtuğu barıdığın boldunuz. Hoş işler arlaşmamak kılap. Yaxşı okul canım balam. Küçümden yetiştirdim evettir. Ya pul salaman dep özünüzü qiynap qo'ymang apa. Cho'qim tirishib o'qiyman. Xotirjam bo'ling. Bu bizden etizimizden tutuşup östürgen yük. Yaxşı asrab canım balam. Xotirjam bo'ling. Kızım, ben bir o'quvchimga telefon qilib etdim. U siz borgan maktabda o'qituvchi. İsmi Turg'un. Oldingizga chiqadigan bo'ldi. Biror ish bo'lsa, shu Turg'unni izlab qolamdi, ha? Beribla telefon qilib ketishni unutib qolmang, ha? Bizni xotirjam qiling qizim, juma. Shunday bo'lsin endi. Kızım, bu pulni cho'ng opang yo'llab tutdi. Rahmet apa. Maktabning tomog'i kunammisan sirtdan yeyapsan. Xotirjam bo'ling apa. Az bo'lsin yo'llig'imiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bunda sog'lom bo'ladi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Az bo'lsin. Rahmat. Bo'lgina yo'llig'im. Rahmat. Ha, rahmat, ha? Rahmat sizlarga. Rahmat. Ağır bomsağlam bo'ladi. Keyingi basaq ketib kelsan, arada yugurib keldik. Chaqirib keldim. Keldi. Texnikumga keldi. Bir haftadan keyin mangman. Yaxshi ku. Muborak bo'lsin. Xat yozib turaylik. Cho'pim yozmang. Sizlarning yuzinglar. Nim bo'ldinglar? Odatda cho'qirishib ketadinglar, bugun aja jim ketibsizlar-ku. Bo'ldi qisqacha. Xushal bo'lmay nima qilinglar bu? Qisqon deganmisa. Men maktabga qaytib kelganda oldimga og'ilib chiqqansizlar. Sizmi bizning maktabga qabul qilinganmi? Akam hisobingizga keltiring. Bo'ldi, avr bo'lmang. Qani, bu yoqqa mayli. Akin. Sizning karbitingiz mushshu. Yeran tamoq chiqayli. Siz chiqib turing, men hazırlı chiqaman. Ma'qul. Kiring. Yeran, tamoq belli chiqayli. Rahmat muallim, qo'zig'im oshmadi. Men ishlarimni qilib olay, sizlar chiqib turinglar. Ma'qul amsa. Biz chiqashtirayli. O'quvchilar tex to'liq kelib bo'lamadi. Bugun kecha yolg'iz yotilgan bo'ldingiz. Agar qo'rqsangiz, yiliq savodishingizning ismi nima edi? Shuni bilan bilyapsiz bo'ladi. Boshqa yatasada qizlar batirsa, qo'rqmayman. Undaq bo'lsa bo'pti. Yana ozroq yan, kechda qo'sig'ingiz ishib ketadi. Yemayman. Bek to'yib ketdim. Bo'pti amsa. Tirg'inka, men berib yotoqdagi nash keraklarimni yig'ishtiraymikin deyman. Ma'qul. Sizni avr qildim. Yoqay. Ma'amdiq. Mana pulni qo'yib qo'ydim.
Mana bu yataqning qulupi. Siz obdan aramayling, men chiqay. Degan keliman. Ay, turg'in aka, to'xtab turing. Uydagilar sizga xalta aytgandi. Uydagilar bak kayib ketibdi-ku. Bunda qilishning hojati yo'q edi. Ishqisi yo'q. Rahmat. Endi men chiqay. Siz obdan aramayling. Xo'sh, turg'in aka. Bo'ldi, uzatmang. Yani ishga rasmiyat qoldi. Voy, ajab munjiq ishkan. Nima degan jiq rasmiyat bu? Qarang, nega bo'lsa pulli deydi ekan ular. Dedim-ku, ishga rasmiyat qoldi deb. Ishga rasmiyat bormi? Shuning bilan tugaydiganda? Tugaydi. Qolgan rasmiyatlarni ash binoda bijirmiz. Ashmi? Ikkinchi qavatda. Tizimda odamlar jiqkanda. Voy, rasmiyatni o'tab oldingizmi? O'tab bo'ldim. Danagil seningcha, mushning bilan tugaydi. 500 ga topshirsiz. Men bu pulni bayatdan to'lab bo'ptiman. Danagil, dadangiz sizni aram mushinchilik pul bilan yo'lga saldimi? Yo'q, pulni jiq tayyorlagan. Yo'lda meni o'g'riga bermisin deb sizga pochtadan solmoqchi bo'lgan edi. Pul kelganda to'lasak bo'lmamdi. Endi men berib turayman. Siz mushiya turib turing. Men chiqib bir amalni qilib kiray. Pul kelganda qaytirib ketasiz. Rahmat. Voy, siz mittangiz? Keling. O'tiring. Bugun ish qilib ketibsiz-da? Bugun dam elish kuni tursa, sirtlarga chiqmadingizmi? Yapon tili o'rganayotgandim. Voy, uning nimaga foydasi? Siz ya o davlatga bormisiz, ya ular bilan aralashmisiz? Siz allaqachon oliy maktabni bitirib, kadr bo'lgan tursiz. Yaponiyalik press bilan aralashgansiz bormi? Til o'rgangandan ziyni yo'q. Qancha ko'p til bilsa, shuncha yaxshi emasmi? Ish qilib mening xo'shim yo'q. Haras, bugun men bozorga chiqmoqchi edim. Aynib kelaylikmi? Bo'ladi. Bir narsa olamdingiz? Bir narsa olmasimi, aylanib bo'lmamdi? Albatta bo'ladi. Jiring. Heliqay turg'un muallimning sinfidagi qiz sinf boshlig'i bo'pti, Qaysi qiz? Danagilning yurtlig'ichi. Heliq Rayhongulmi? Rayhongul. Sana bek ichki yerlik ketyapti. Davatqinim qaysi haq? Men hech tushunmay qoldim-ku. Nima davatqinim? Sana 5 qildik oyan. Gap yo'rg'ilabqicha ochiq desang bo'lmamdi. Biz yat bo'lmasa. Danagil, bili tamoq yeydi deb qo'ysam, nima deysiz? Unutib qoldim. Rayhongulmi nima? O bektirishchan qiz ekan. Qachonlik qarsa qo'lidan kitob tushmaydi. Uni gul qilib chekingizga qilsaydamsiz nima? Ajab gap qilasiz-ku. Rayhongul rostla tirishchan qiz. Buni hammadan biladi. Bu degan bir ko'z bo'yamchilik. Xuddi qattiq tirishib uyg'onayotgandek, atrin kechgacha uning qo'lidan kitob tushmaydi. Bugungidek dam ilishkinlardimi boshqalar meni ko'rsin degandek, otayin yo'lning bo'yida o'g'inish qilganda qiyab kirib oldi. Qancha qilg'ini bilan bak? Undaq desangiz bo'lmas. Rayhongul o'g'inishga yaxshi. Darsdan siz nurg'un kitoblarni o'qiydi. Bu yaxshi odat. Voy, bo'ldi qiling-a. Bu bir xatning o'zi 2 bo'lakdan tarkib topgan. Agar bu bo'laklar mustaqil holatga kelsa, o'z oldiga ma'no bildirdi. Agar qo'shilsa, boshqa bir ma'noni ifodalaydi. Savodashlar, mushu nuqtani esinglarda ching tutinglar. Bu Xanzo yezig'ining muhim xususiyatlarining biri. Dars mishadi tugdi. Savodashlar, fakultetning o'rlashtirishi bo'yicha bizning sinfdan fakultet o'quvchilar uyushmasiga nomzod ko'rsatib berdik-miz. Qanday deb qilinglarchi? Kimni ko'rsasak muvofiq bo'lar? Kimni ko'rsasak bo'lar?
Kimni ko'rsak? Ma'lum, men Rayhongulni ko'rsaman. Yo'q, Ma'lum, Rayhongul bo'lsin. Rayhongul bo'lsin. u o'zi bo'lsin. Men u xizmatni qila olmayman. Rayhongul bo'lsin, ma'lum. Rayhongul bo'ldi, ma'lum. Rayhongulni ko'rsasak bo'lamdi. Bo'ladi. Bo'ladi. Amsa qo'shildiganlar qo'l ko'taringlar. Shundoq bo'lsin amsa. Qanday ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Kela. Yaxshimisan? Qani o'ltira. Qanday yaxshi turdingmi, adash? Ishlaring oldirashmi? Yaqindan beri bek oldirash bo'lib qoldim. Uygimi bormasib ketdim. Hech bekor bo'lamayapman. Mundaq ishda adash. Sinfimdagi Danagul degan qizning o'qish ahvolini o'qib boqay deb kirib Ajab, u qizning ahvolini bilgin kelib qopti-ku. O qizning datisi meni o'qituvchimdi. Holidan xabar qo'yishimni menga bek topilgandi adash. Mundaq degan. Hozir men darsga kiraman. Kechda uyga kirsang, ondan paranglasak qanday deysan? Bo'ladi adash. Ma'qulamsa? Moshundoq yuraveramsan. Biz mo balaliq bo'lish oldida turyapmiz. Sen turmushingni hech bir o'ylashay demaysan-ku. Cho'nglarni bu jihatda jiq gap qildi. Muvofiq birasini topolmayapman. Uydagilarning deyishicha, yurtli qizlardan bo'lsa davatidi. Vaqti kelganda bir gap bo'lar adash. Aras, atigan sen Danagulning o'g'inish ahvolini so'rgan eding. O qiz o'g'inishda degandek yaxshi bo'lmayotidi. Asosiy sal ojiz ekan. Savoqdaşlar. Bugün biz her qaysi fakultetlar ko'rsatgan nomzodlar ishidan maktab o'quvchilar uyushmasining hay'at a'zolarini saylab chiqamiz. Shunga hozir sizlarga ismlikni taqdim beramiz. Hammanglarning astoydil belgi qo'yishinglarni so'raymiz. Qani, buni taqdim beringlar. Savoqdaşlar, belki qo'yib bo'ldinglarmi? Qo'yib bo'ldik. Yaxshi. Unda bo'lsa, ishig' bilinglar. Savoqdaşlar. Rayhongul, Adil, Ilshot, Gulmira, Yalqin qatorli savoqdaşlar maktab o'quvchilar uyushmasining hay'at a'zolari bo'lib saylandi. Voy, keldingizmi? Yaxshimisan? Dadam sizni qishliq ta'tilda yurtga kelam dekin. Imkon bor birga kelinglar deb topilgan edi. Turg'un muallim, men chiqay. Ma'qul amsa, biz keyin faranglashamiz, a? Ma'qul, men chiqay. Ta'tilda yapon tili o'rganmoqchidim. Shunga borolmayman. Dadangizga mendan salom aytib qo'ying. Men imtihon tegislamaman. Yordamchisiga ishlar bo'lsa tortilmaydi.
Qo'limda kelishicha. Ishqinglar qaltis qizg'in paranglashib ketgansizlar. Danagul. Bak yol bo'lsin, salomat berib keling. Ota-onangizga mendan salom ayting. Danagul, billa borayli desam, faqat borgingiz kamdi. Bir oyda qanchalik til o'rganib ketasiz ekan? Rayhongul uyga qaytmamkan. Qissati qiynalib qolgan o'xshaydi. O bechoraning shu yolg'iz opasidan boshqa hech nimasi yo'q. Apamni uchirtib qolsang, salmimni yetkazib qo'yasan-a, Danagul. Danagul, shunda qilib mang'digan bo'libsiz. Keladigan chaqda cho'qim men xabar qilib o'ting. Oldingizga og'il chiqaman, ha? Aras, mana narsalarni oz bo'lsin yo'l deyasiz. Oq yo'l bo'lsin, ha? Kelar qatam men cho'qim boraman, ha? Xo'sh. Xo'sh, Danagul. Oq yo'l bo'lsin. Xo'sh. Xo'sh. Xayr, xo'sh. O'rganish qilyapsizda? Birisining bolasiga dars etib berayotgan. Men menga ayttirgan muallim. Oy, Danagul. Qanaqa ahvolingiz? Ahvolingiz yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Buni ilib olamisiz? Ha, akilab. O'zingiz yaxshi turgansiz? Yaxshi, yuring. Ajab uzun turdingizmi? Oran 20 necha kun turdim-ku. Menga bek uzun tuyulib ketdi. Shundaqmi? Shunda qo'ymaychi. Rahmat sizga. Men kirib ketay. Bu Kechda ko'rishaylik. Xo'sh. Hey. Danagul. Baldirli ketsan-ku. Qanday ahvoling? Ota-onang tinchlikmikan? Sizlarga putlashib qolmagandimi? Qiziq kelsa nimaga putishatding? Buni o'zingdan so'ra. Haras, sendan bir gapni so'ray dedim. Turg'un muallimni izlab topolmadim. U nada? Xeyli bo'ldi, menni ko'rmadim. Shundaqmi? Danagul. Ha? Mayli. İşte. Çıkışıp getirme içme. Vay içme çıkışıp getirme. Olmaz olmalı. Olmalı. Çıkışıp getirme.
belli. Yaxshi. Ha, yaxshi. Ha, o'sha. O'sha. Qizlar, zo'rlanglar. Voy ishching. Yangi bas kiring, ishching. Azroq. O'sha, ha? Yaxshi, ha, belli. Ha, qani mehmonlar. Ha, ba'zlarga o'tiringlar. Ben çıkıp yattım. Düşmeyeyim. Koya. Yok, düşmeyeyim. Merhamet. Kopana. Ha, kene. Şeyli cuma. Düşmeyeyim. Kene. Ha, kene. İçmeyeyim. Koşa. Danagül, biz arışıp değil. Bulamdı. Bakın. Bana Mao mening aloqali shikar. Bana telefon qildi. Bulamdı. Har qanday ishingiz bo'lsa meni izlang. O'quvchilik turmush degan jafoliq bo'ladi. Uning ustiga qiz bola deganning ishlari ko'proq bo'ladi. Shaharga loyiq kiyinsangiz tex bo'lmaydi. Ertagunning ishida menga telefon qilib, mening maxsus chet el kiyimlarini sotadigan do'konim bor. Xohlaganlaringizni tanlab kiying. Do'konimdagi kiyimlarni sizdek chiroyli qizlar kiysa, to'g'ri yaxshidir. Bundaq desam, boshqa o'ylab qolmang. Bu gapni sodam uchun da'vatimi? Meni tushunishingizni umid qilaman. Danagir, mening boshqa niyatim yo'q. Do'konimdagi kiyimlarni mushu qamlashgan qomatingiz bilan kiyib, ko'chada mangsangiz, do'konimdagi kiyimlarning cho'qim bozor chiqadi. Buningda gap yo'q. Ajab qiziq gap qildi ekansiz. Men siz maqtagandek uncha chiroyli emas. Siz haqiqatan chiroyli ekansiz. O'zingiz his qilmaysiz. Odam xosh qilishga qiziq ekansiz. Bu amaliyot. Hozir so'rinmi bir yak berib qoldi. Erkinmi mas'ul ketdi. Uning sizni olib qo'ydek holi yo'q. Sizni men olib qo'yay, bo'ladimi? Ma'qul. Mayli. Kiring. Ha, turg'un muallim. Keling. Teshaman qaytib ketsiz. Cho'nglar yaxshi turibdimi? Yaxshi turibdi. Sizga alayda salom aytdi. Salomat bo'lsin. Sizni qaytib ketdi deb anglab yo'qlab kirishim. Men qaytib kelibla. Sizni izlagan edim, lekin topolmadim. Xeyli uzun bo'ldi. Siz bilan paranglshay dedim. Fursat chiqmay qoldi. Siz degan oldirash odam tursiz. Ondaqmi emas. Bugun bir paranglasa qandaq? Qani, qilig'im sizda. Mavsumlik imtihon natijangiz to'g'ri yaxshi emas ekan. Bundaq ketaversa yaxshi bo'lmaydi. O'zimning ishini o'zim bilaman. Danagul, men bu gaplarni sizga kuyinib qilyapman. Voy, bo'ldilar. Boshqalar kuyinavering. Bu nima deganingiz? Nima deganingiz? Buning hammasi o'zingizga ayon-ku. Heyliqi bir nimaga kuyinishlaringizni meni bilmaydi demsiz. Hey, Rayhan, heyliqi Danagul degan yurtlig'ingga nasihat qilib qo'ysang bo'lmandi. Meni nasihat qilmadi demsan, uning qulig'iga zodila gap kirmaydi. Turg'un muallimmi ko'p qatim gap qildi. Biroq u zodila anglamadi. Ya xijil bo'lishni bilmaydi ekan, uning qilib yurgan ishlariga mening nomusim kelyotdi, qizlarning yuzini to'kib. Shu emasmi? Uning dadasi boshliq ekan-a? Ha. Tova, odam degan qiyin bo'lsincha ajoyib bo'ladi ekan.
Kiring. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Yaxshimisiz? Hozircha quruq bo'lsin-mu, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Rahmat. Sizga atab restorandan bir ustalab qo'ydim. O'zingiz xohlagan qiz do'stingizdan birini boshlab bering. Ma'qul, kechki ko'rishaylik. Shundaqli kirib ketasiz. Endi qanday qilmoqchi? Kechki ko'rishaylik. Xo'sh. Yaxshi. Hakiki do'stlar, bugun Danagulning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan sizlar bilan bu yerda jam bo'lib o'tiribmiz. Shuni bugun xo'shal-xo'rab o'ynab, kulishib o'tiraylik. Qanamisa, og'illar, Danagul uchun bir qadaqdan ko'taraylik. Bo'lamdi, ha? Qani. Xo'ja. Ko'taraylik. Qani, xo'ja. Danagul ishtimi? Men ishtamaydi ekanman. Ching'a. Danagul, bu qilganingiz bo'lmadi. Bugun degan sizning tug'ilgan kuningiz tursa, ha? Asrab bo'lsinmi? Qo'yimiz qanday bo'ldi? Ching'a Danagul, ching'a. Mijani sozay. Tug'ilgan muborak bo'lsin. Yaraydi. Bizning azad o'tir. Qani, xo'sh, ketaylik. Yaxshi. Siz pek chiroyli ekansiz. Rasman. Kirim. Bir yoqqa chiqmabsan-da, Danagul. Hozir chiqay deb turgan. Sen bilan paranglshay deb kirgan edim. Yana nasihat qilg'ili kirgansan, qachon? Yo'q, mundaqli paranglshay deb. Qo'lig'im senda. Qani olta. Danagul, sen aralashadigan iliqi Erkin muallimning maktabda ta'sir ancha yaxshi emas ekan. Shunaqmi? Hajab men bilmaydi ekanman. U muallim jamiyatga qalaymiqan odamlar bilan aralashadi ekan. Aralashning bo'pti. Ular bilan necha aralasha oladigan kishilar aralashadi. Davrdan keyin qolgan matolar ular bilan aralashishni qamlashtirmaydi. Danagul, ikkimiz bir yurtliq ba'zi gaplarni sana deyishni o'ylagan bo'lsam, fursat bo'lmadi. Sen hozir ba'zida darsga qatnashmayapsan. Bundaq ketirasan bo'lmas. Ota-onangga nim deb javob berasan. Turg'un muallim seni deb ishkorliqda kelyapti. Onundan g'am qilishga vaqtim yo'q. Mo'chi bo'lsa o'zlari kelib o'qisin. Bu nim deganing adash. Ota-onamiz bizga tag'dak ishinib, o'zlari yemay ishmay yiqqan pullariga bizni o'qishga evatsa, biz ularning umidini yerda qo'ysak qandoq bo'ladi adash? Voy, imtihondan o'samli bo'ldi. Qag'inni beshim kelganini ko'raman. Bu ishlarga sen ko'ngil bilmasangmi bo'ladi. Yaxshi ko'ngilga rahmat. Mening sirtqa chiqadigan azroq ishim bor edi. Endi men chiqay. Xo'sh emsa.
Kiring. Kimsiz? Keling. Qani, bu yoqqa o'ting. Qani, o'ltiring. Men tek sizni meni yana aldab qo'yib, kammaydigan o'xshaydi deb o'ylabdiman. Siz chaqirgan tursangiz, kamsam bo'lmas. Mushkullarda ruxsoringizni ko'mak ajab tez o'tganda. Hamma gap o'zingizda. Bir yo'qsingiz yo'qib ketibgansiz. Yana texi tas bo'ldi deysiz-ku. Rost gapni qilsam, maktabingizdan oldiga necha qitim bordim. Lekin kirishga jur'at qilolmadim. Jur'at bilan bir necha qitim so'rinlarda birga bo'ldik. Sizni billa ep kel desam, oldirashgan deb Zodila akamidi. Shundaqmi? Jur'atman undaq gaplarni qilmadi-ku. Sizni ko'chalarda uchirtib qolamdimkin desam, afsus. Faqatla uchirmadingiz. Voy, unchalik emas-da. Shunchalik ko'rishgangiz bor odam, istab pasangiz bo'lmasmi? Sizni deb ishkirgimi bormidim? Meni bir muncha foydadan qo'rib qo'ydingiz, ha? Shundaqmi? Berivasimiz bo'lmadi. Men maktabdan boshqa yana nega boratdim? Bir yerga berish cho'ng gap emas-ku. Siz bilan aloqalashishga qulaylik bo'lsin uchun sizga yanfondan birini ep qo'ydim. Mana. Vaqti kelganda sizni haytdayman. Guangzhou, Shanxaylarga berib kelamiz. Guangzhou, Shanxaylarga? U yerda xishroq-ku. Aeroplan bilan shanba kuni mangamiz. Yakshanba kuni qaytib kelamiz-da, ha? Juma kuni tushdan keyin dars yo'qdi. Vah, yashab ketang Danagul. Endi xohlagan vaqtda ko'rishalaydigan bo'ptiq-da, ha? Rayhangul, ne bo'ldingiz? Rayhangul, ne bo'ldi? Sizlar qaytib aram elinglar. Charchab ketdinglar. Atda darsinglar bor. Rayangulga men qaray. Ma'lum biz qaraylik. Bo'ldi, qaytinglar, men qaray. Doktor, uning kesili qandaqroq? Bu qiz qon ozliq kesiliga giribtor bo'pti. Bu asosan ko'p charchash, oziqlik yetishmaslikdan bo'ladi. Bundan keyin dam elishga diqqat qilib, yaxshiroq oziqlanmasa bo'lmaydi. Bu qizni yaxshiroq davolab qo'ysanglar. U maktabimizdagi a'lochi o'quvchining biri. Sizlar xotirjam bo'linglar. Biz cho'qim yaxshi davolaymiz. Rahmat, doktor. Xo'sh, Xo'sh.
Belchashkanlar berib, Rayhongulga oziqlik qiymati yuqori yemaklarni olib kelinglar. Bo'ladi, ma'lum. Hal. Siz bunday qilsangiz, men baxijil olib ketadiganman. Undaq demang. Rayhongul, siz xotirjam yetib davolaning. Ko'nglingizni boshqa ishlarga ochmang. Voy, men bo'ldim. Nimaga qarab qoldim? Jura, sakirib yo'qlab chiqqan. Bu nima qilganingiz bilmagan kirmamsan. Voy, Danagul. Sizmi Rayhongulni yo'qlab kelibsiz-da? Shundoq. Sizga o'xshash kimni yo'qlab turamsanmi? Bir qatim bo'lsin yo'qlab keldim. Danagul keldi. Yetavering. Avvara bo'psizlar. Qandayroq ahvoling? Xeyli yaxshi qoldim, rahmat. Sana ko'ngil bildiganlar ko'p bo'lgandan tezli yaxshi bo'lib qolsanda. Bu nima deganing? Turg'un muallim kunda yaningda bo'lgandan deyman-a. Mening yana ishim bor edi. Men ketdim. Ey, Danagul nega? Ajab bir ichi yomon nima ekan u? Unda qadam kelmasa bo'lmamdi. Faqatli xushim yo'q mening o'ning bilan. Sening ustingdanmi birsi bilan chataq chiqarib qo'yib, doktorxonada yotdi deb gap taqib yuribdi. Bu gaplarni men sana demagan edim. Bo'ldi. Ko'nglimni buzmani adasha. Ko'nglimni buzmani hangi? Bu o'zi qancha qiymatli? Shunasmi? Ko'nglimni yerildim. deganlarga sabirga oq yo'l tilar pul bergin pok mehring bilan yuksaklarga ketsin urlar ko'ngildan so'ng desin ko'ngil qiynamasin yurakni asrar yozning oltin oqligida hammamizga yog'sin omad Әң яңи, әң сүзік, әң esil kino filmlerini көріп huzurlanmakçı bolsanız, Arzu film salonumuza qo'shib eling. Nima gapingiz bor edi? Avval mashinaga chiqing, ha? Chiqing. Men sizni chiqmay qolamdikin deb ansirgan, elim yaxshi chiqdingiz. Nima
nima ishdi? Muhim ishmi emas. Anis nima ish? Tansiq berib kelalmikin degan. Vay. Ma'qul. Shunaqa qilsin. Kechiring, keyin ko'rishaylik. Vaqtim yo'q. Danagin, sizga telefon. Mangma? Vay. Opamma? Opa, xotirjam bo'la. Yaxshi o'qiyapman. Dadammi xotirjam bo'lsin. Men bu qishliq ta'tilda uyga qaytmayman. Ta'tilda til o'rganaymikin deyapman. Ma'qul. Xotirjam bo'linglar. O'qishinglar bitirganga oz qoldi. Shunga tayyorlikni obdara qilinglar. Ma'qul. Ma'lum, savollardek test chiqmasa, shuni deyman. Uni bir nima demak test. Siz tayyorlikni obdara qilinglar. Ma'qul, xo'sh. Kiring. Yaxshimisiz, muallim? Yaxshimisiz. Qani o'tiring. Muallim, o'tganda sizning olgan kitoblarni ko'rib bo'ldim. Ya'ni kitob lozim bo'lsa, tortmay so'rang. O'qish bitirish imtihoni boshlanganiga 1 oylik qoldi. Rayongul, sizda chatoq yo'q-ku. Siz sinfdagi bolalarni oldida tursiz. Yo'q, undaq emas. Bunaqa ko'z yumg'ilmaydi. Rayongul, maktab sizni ep qilishni o'ylashyapti. Men yurtga ketaymikin deyman. Opam yolg'iz, holidan xabar olmasam bo'lmaydi. Opam meni o'qitaman deb bu bir necha yilda ko'p jafo tortdi. Undaq o'ylabmi ketmang. Maktabda qilib, opangizni akvilib, holidan xabar olsangizmi bo'ladi-ku. Qandoq bo'lar? Rayongul, mening sizni chaqirtishimda mundaq bir ish. Voy, mehmon bakanda? Yaxshimisiz, muallim? Turg'un muallimdan kitob ariyatag'in edim. Shuni akirib beray deb kirgan. Men chiqay turg'un muallim. Rayongul, birdam o'ltirmabsiz. Rahmat. Xo'sh. Xo'shamsa. Nima ishlayapti dash? Boshqa ish qo'y yo'q. Seni nima qilyapti ekan deb kirishim. Men nima qilyaptim? Charchab qo'ydim.
Birdam aram alaylicha beshimdak og'rib ketdi. Bu yaxshi gap bo'ldi. Yana bir oydan keyin hammamiz taraf-tarafga ketamiz. Vaqt nima degan tez o'tgan-a? Shundigina. Sen maktab bitirsang, men xizmat qilay deysan. O'qituvchi bo'lsam deyman. Senchi? Men yurtga qaytib, shu yerda ishlasam deyman. Senchi kim bizning maktabda qolasan? Oliy maktabga kelishim bu sharaf. Biroq yurtimda o'z rolimni texim obdan joriy qildira olayman. Uning ustiga opam yolg'iz. Sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam maktabga qolardim. Hey, ilmiy maqolam yozib bo'ldim. Yozib bo'ldimmi? Ha. Men texnik bo'ldim. Hey, qizlar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Sinib qilmangizlar-da? Ha. Xo'sh, ma'lum. Xo'sh. Rayongul. Turg'un ma'lum. Rayongul. Bir yerga manganmisangiz? Sinib qilmangan. Rayongul. Ata yakshanba. Biz birga tamoq yeb kelsak deyman. Vaqtingiz yetami? Yetadi. Siz taklif qilgan yerda vaqtim yo'q desam bo'lmas. Undaqda bek yaxshi bo'ldi. Gapimiz gap emsa? Gapimiz gap. Ishonmamsiz? Ishonaman. Ata men sizni saqlayman. Sizlik buloq tortxonasida. Xo'shamsa. Hey. Ay, Gulshan, sizlik buloq tortxonasi qayerda? Sizlik buloq tortxonasi mush shaharda yashab, shu yerni bilmaysan? Yo'q, bilmayman. Tova degina. Rostini bilmamsan? Rostini bilmayman. Bilsam, sendan so'rab nima qilardim? Unda qamasdi. Undaqni so'rab qo'ydim. Senda cho'qim bir gap bor. Menga degina, mang'ida bera. Mang'ida bera. Voy, keldingizmi? Bugun bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Xas qoldim taniyamag'ili. Rahmat. Jira, kirayli. Qandaq ishlar biroz chiqdimi? Ha. Maktabda qoladigan ishni qanday o'ylashdingiz? Bir qarorga kelib bo'ldim. Qanday qarorga? Rayongul. Ayibga buyurmisiz? Ota-onam mening baldiroq uyli o'chaqliq bo'lishimni talab qilyapti. O'tganda ba'zi bir gaplarni sizga degan edim. Pat orada o'qish bitirsiz. Agar meni yoqtirsangiz, menga bir necha kun ichida javob bersangiz bo'pti. Turg'un ma'lum. Gaplaringizni ortiqcha o'ylashimning hojati yo'q. Men sizga hozirla javob bera olmayman. Cho'ng shaharda ishlash albatta yaxshi ish. Biroq opam yashinib qoldi. Men berib ukamni o'qitmasam, ularning holidan xabar olmasam bo'lmaydi. Sizning bu ishlarni to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Necha yildan beri menga singdirgan ajringizga va men bu taklifni berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Turg'un ma'lum, bu ishda sizni umidsizlantirib qo'ydigan bo'ldim. Kechiring. Rayongul. Bu oldiradigan ish emas, obdaroq o'ylaning. Ha?
Herhalde bu ishni yana bir oddaroq o'ynab beqing. Bana bir yardım qila olasizmi? Qanday ishda u? Men yordam qilg'idek. Mening bir do'stim bor edi. Oy, Danagil, kira adash kira. Kela. Bu yerda o'ltira. Kela o'lta. O'ltira adash. Men sana choy qo'yay. Qani adash, choy ichchi. Qani, bundan agash o'lta. Bo'ldi, avar bo'lmag'ina. Men bundaq bir ish bilan kirgan edim. O'tira. Mening bir tunishim bor edi. Bolasini o'qishi toza yaxshi emas ekan. Menga bir oila o'qituvchisi deb berishni topilgan. Yordam qilsam obdan bo'ladi. Aslida bundaq ishni ta'til qilib kelyaptim. Uning ustiga maktab bitirishga oz qoldi. Sana aramra hashtim tushgandan ma'qul degina. Bo'ptamisa, sening yuzingni qilay. Amisichi, tunishim seni og'li kelsin. Bo'ldi, kammisin, biz uyga boraylik. Seni obdirab uyni ko'rsatib qo'ysin, ondan o'zing bormamsan. Mayli shundoq bo'lsin. Choy ichi adash. Bo'ldi, avara bo'lma, men chiqay. Oy, gapimiz quruqlab chiqamsan. Dadam o'ltirsang umamdi. Bo'ldi, xo'sh. Xo'shamsa. Qani, jiringlar. Qani, uy kiringlar. Jira adash. Jira. Vay. Mana, hozir chiqay ya. Sizlar paranglashqash o'tirib turinglar. Men hozir kirman, a? Ay, uy kirib o'tirib turing. Jiring. Qani, kiring. Qani, o'tiring. Yuqoriga o'ting. Qani, yuqoriga, ha? Balaning maktabdan keladigan vaqt bo'lib qoldi. U kelgicha bu narsalardan ag'ash o'tiring. Qani, bana ya. Bo'ldi. Qani, buning deyang, ha? Voy, eling. Kiring. Yaxshimisiz? Voy, Danagil, kelib qolibsizmi? Jiring. Nega boramiz? Sizni bir yerga boshlab boraman. Demamsiz. Jiring, a? Meni nega boshlab borasiz? Jiring, a? Tamam. Tomoshaga. Men ketaymikin. O'tirib turing. Hozirlik keladi. Keldik. Bu qayya? Yuring, a? Oğlum. Oğlum, a? Yer durun. Meni qo'yma. Bu yaramaz. Mo'zayning jigirishi samonliqcha. Beri sarf. Sharmanda. Qamashtirdingizchimi?
Razı bo'lgansiz? Turg'un muallim, o'tgan ishni sizga tushundiray degan edi. Bo'ldi. Tushuntirishingizning hojati yo'q. Әмс тaqib berib o'ynab kelaylik. Darsga ulgurib kelamanmi? Xotirjam bo'ling, ulgursiz. Gapingizda turing, ha? Ha? Astra qaydang, ha? Chaqaq yo'q. Xotirjam bo'ling. Astra qaydang deyapman. Voy, ansirmisiniz-ku, ha? Astra qaydang deyapman. Salom bo'ldingizmi? Ansirmay o'tiravering, ajina. Elim yaxshi esimga kelding, adash. Men doktorni chaqiray. Dikkat ha. Tatdım. 1, 2, 3. Ma'qul. Dikkat ha. 1, 2, 3. Endi Riyangilni so'zga taklif qilaylik. Asla. Savoqdaşlar, bugun hammamizning eng oxirgi jam bo'lgan kunimiz. Men nima desam bo'la? Bir tiziq marjon, bir dasta guldek, o'tgan edik savoqdash bo'lib. Bir tiziq marjon, bir dasta guldek, o'tgan edik savoqdash bo'lib. Endi biz bugun ayrilar bo'ldik, judolik ishi ko'zlarga to'lib. Endi biz bugun ayrilar bo'ldik, judolik ishi ko'zlarga to'lib. Judolik ishi tugildi bugun, ayrilish chidolmay ajal. Judolik ishi tugildi bugun, ayrilish chidolmay ajal. Öksüp ökünüp, kayıp görüşüp, hoşlaşmak dileriz, ak yollar diler. Öksüp ökünüp, kayıp görüşüp, hoşlaşmak dileriz, ak yollar diler. Rayangül, aman bo'lin, aq yo'l olsin. Turg'un muallim, men yurtimga qaytgan bo'ldim. Sizim yaxshi ko'rgan bir tashtakkilni sizga xotir qoldirdim. Bu jarayonda siz menga ko'p g'amxo'rlik qildingiz. Rahmat sizga. Rayangül, qo'lingdan qaytgandan keyin xizmatni obdan ishlab qilamiz. Kessek mu yirak joylarga, bizler savaşdaş ama. Kessek mu yirak joylarga, bizler savaşdaş ama.
Hoşlaşmak dilir, ak yollar diler. Furkan. Acha. Acha. Apa, acham geldi. Ha? Apa. Oy, canım kızım. Onu mu düşün mü? Otan turvatamsız apa. Yaxşı kızım. Oy, apa, әкелің çayını mən qoyay. Siz qoysanız mı? Ben koysam mı? Siz oturun, çayını mən qoyayım ha? Rahmet canım balam. Apa, bizni o'qitaman deb ko'p jafolarni tapdingiz. Endi yaxshi bo'ldi. Endi qolgan ishlarni o'zim qilaman, apa. Canım balam. İnsafınızga rahmet. Ukam, obdan tirishqin. Senimi cho'qim oliy maktabda o'qitaman. Acha, cho'qim yaxshi o'qiyman. Apa, men ati tizimga oldirsam, mushu yezimizda ishlashni talab qilaymikin deyman. Pek yaxshi o'ylabsiz balam. Siz nima desangiz shu? Rahmetlik dadınız bolup, müşküllerini bir kögen bolsa, qanchalik hoşup giderdi. Bo'ldi canım apa, yig'lamang. Dadamning ruhi ko'rdi. Cho'qim ruhi xush bo'ladi apa. Bo'ldi canım apa, yig'lamang. Yig'lamang apa. Canım balam. Kiring. Yaxshimisiz? Qani o'tiring. Men ismim Rayhongul. Bu yil oliy maktabni bitirib keldim. Ha, men sizning gapingizni anglagan. Maktabda yaxshi o'qitibsiz. Biz sizni ma'rif idoramizning o'qitish tadqiqot ishxonasida ep qilishni qaror qildik. Men o'zimning yezisida ishlaymikin deyman. Siz qaysi yezdan? Gulvog'dan. Mundaqdan. Bu yaxshi gap. Biz burun Gulbaq yezisiga oliy maktabni bitirgan nurg'un o'quvchilarni taqsim qilgan. Ular bir mezgil ishlabla qaytib kelishni talab qilib, beshimizni og'irtgan. Sizmi shunda qilasizmi? Men undaq qilmayman, ko'nalayman. Men oshiyada ishlay. Amisi bo'pti. Orzuyingiz bo'yicha bo'lsin. Rahmat sizga. Sizni avor qildim. Xo'sh. Arzimaydi. Xo'sh. Rehamalim. Rehamalim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Necha kun avval sizni kelido deb maktabga o'qitish ketdi ekan. Oliy maktabni bitirib kelgan bir necha o'qituvchi maktabning sharoitini nachar ko'rib, yo'tkilib ketdi. Maktabimizning ahvoli mana mushu. Necha yildan beri 3 sinf bola bordi. O'qitish kam bo'lish sababidan bir sinfli bola qoldi. Bizga mo ta'sir bo'ldi. Mana endi maktabimizga siz ketsiz. Qog'inini asta-asta tushunib ketasiz. Maktabimizning qiyinchiligi haqiqatan og'ir. Savoqdoshlar, men yuqorida so'zlagan mazmunlarni tushundinglarmi? Tushundinglarmi? Rayhongul. Tushundim. Oy, vale, quzg'um og'rib ketdi. Oy. Mening quzg'um og'rib ketdi. Balam, nem bo'ldingiz? Mijozingіз yo'qmi? Apa, men maktabga kelgili yarim yildan oshdi.
bu jarayonda 4 bola o'qishdan to'xtadi. Bularning ichida 3ning o'qishi nihoyat yaxshi edi. Ularning uylariga borsam, ota-onalari "Balalarimizning savodi chiqdi, endi o'qimasimi bo'ladi" deydi. Bola, bundaq ahvolni maktab rahbarligiga ma'lum qilg'iliq. Siz nimancha boshqa tursiz o'zingizni upurtdi. Appa, balalar sabiy, texnik narsani tushunmaydi. Qizim, boshlang'ich o'ttir maktabni o'qidi degan bilanmi, o'qishni oxirigacha davomlashtiradiganlar nihoyat oz bo'ladi ekan. Shunga xahmo hozirdan boshlab etizeriq ishlarga pishib turgan tuzak deb qaraydigandir balkim. Siz bundaq desangiz qanday bo'ladi, appa? Rizvangul? Oy, muallim. Qanday, yaxshimi, ha? Appa, Rizvangul muallim keldi. Rizvangul? Fikrlaringiz ajab omoq ekan, ha? Bu qarqash qancha kirdi? 3 yoshga. Ajab omoq ekan. Rizvangul, necha kun bo'ldi maktabga bormadingiz? Savoqdoshlaringizni so'rasam, ularni bilmaydi ekan. Shuningga sizga nima bo'ldi ekan deb o'zim uyinglarga kelishim. Tekshirma. Bu yerga kelib qoplig'i. Bugun bu yerga kelishim necha kundan beri Rizvangul maktabga kelmadi. Og'rib qoldimi yoki boshqa ish bo'ldimi deb o'zim o'qib boqay deb kelishim. Og'rib qo'rqamidi, xonim. Beka avara bo'pla. Ballarning dadisi ketdi. Bo'ldi, acha. Ko'ngillarni yerim qilmaslar. Balalarning yuki etizeriq ishlarning jiddisi menga qoldi. Bugungi kunda o'qib nayimi bora. Chegdi yaxshi badr bo'lmaydi. Dehqon bolasi qadr bo'lmaydi deydigan gap bor ekan. Bu balla o'qisimi, nega bormoqchi deylar. Baribir uyga qaytib keladigan gapkan. Undan ko'ra uy ishlariga yordamlashib, fikrlariga qarsin deyman, xonim. Menmi bir dehqon qizi. Etizeriq ishlarga Rizvangulning savoqdoshlarini akilib yordamlashtiray. Uning maktabga berish ishini o'ylashib baqqan bo'lsalar. Rizvangul darsda bak yaxshi, sinfning oldi edi. O'qisa, cho'qim yaramli qadam bo'lib chiqadi. Shunday bo'lsa-mu, evet demayman, xonim. U uyda o'ltirib, fikrlariga qarg'ash menga yordamlashib bersin. Ilon Rizvangul. Rahmat, xonim. Bunday qilmaslar biz hech Az bo'lsa xarajat qilala, acha. Men qabul qilolmayman. Bizdek odamlar qaysi bir siyosatni qila olmaydi. Men qaytay. Birdan o'ltirib mansiblar xonim. Bo'ldi, uzatmaslar. Xo'sh, xo'sh. Dudu! Ha? Rizvangul muallim keldi. Ha, mana. Qo'li teshtiriblar. Teshikmi qani? Qanday mardan, yaxshimi? Qani, kirayli. Bo'ldi, musharli o'ltiray. Necha kun bo'lib qoldi, mardan maktabga bormadi. Mardan bak ziyrak. O'qishdimi bak yaxshi. U o'qishini mushundaqla davomlashtiradigan bo'lsa, kelgusida yaramli odam bo'lib chiqishida gap yo'q. Shunga Mardanjon ertadan boshlab maktabga to'liq borgan bo'lsa, pek yaxshi bo'ladi. Amsa degan maktabga yo'l silib yetadi. O'qitqim yo'q juma. Hozir etizeriq ishlarga bir o'ptalib pishib qoldi. Bu gaplarda ching turib olmay, yana bir o'ptaroq o'ylashib baqala. Savodi chiqqandan keyin bo'lmadimi? O'qiydiganlarni o'qityapsizlar. Bizga bak kirishvamsizlar. Judunim tusi o'zimni bosolmaydigan odamman. Endi hargiz kelmasizlar. U o'qimaydi. Qayta bir o'ylashib baqala, ha? Ma'qulamsa, men qaytay. Qaytamlar? Ha, ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Mardan. Sen dadangga bir yozdirib baqqin, ha? Ma'qul.
把他给我押上囚车。 Dedim endi tong atganda ketmasak amal yo'q. Bu yerning eshigini taqoydi-da. Endi qanday qilamiz? Menga yo'lni puxlang. Nemi kelgulik bu bizga? Nemi kelgulik? Bo'ldi. Endi misildor deganing foydasi yo'q. O'z vaqtida sizga bolni mundaq akil deyamayli. Ancha-muncha tarbiya berib qo'yoq desam anglamaysiz. Endi bo'g'liq bo'ldi-ku mana. Danagul chaqib beraymi? Yo'q. Bir haftadan beri Danagulning yarısı kundan kunga yomonlashib ketyapti. Buningga menma hayron. Ishlatgan dorilarimiz yaxshi. Boshqa kasallarga tez unum beradi. Danagulga unumi toz yaxshi bo'lmayapti. Undaqda oqibati qanday bo'lar? Balkim yuzi totiq bo'lib qolishi mumkin. Bizning doktorxonada totiq yo'q, sho'sin tuzash operatsiyasi qilish sharoitimiz yo'q. Mutaxassislarmi yo'q. Chiroy buzilib ketsa, to'yning vaqtini qachon bekitgan? To'y xitini ep bo'lgan. To'y vaqtini 2 haftadan keyingi deyishgan edik. Ondaqda to'yni kechiktirsanglar bo'g'dek. Shundoq qilmay boshqa amalmi yo'q. Yuzim qachon musaqiya qizim? Shu emasmi opa? Doktor har qatim doriga ishlaganda yaxshi bo'lib qopti deydi. Lekin tokini qachonmi ola opa, ichim siqilib ketdi. Ko'nglingni yerim qilma. Davomli shunday deydi ekansiz opa. Qovuli kelmagan necha kun bo'lib qoldi. Ishlari oldirashdi. Endi kep qola. Ko'nglingni yerim qilma. Yo'q opa. U endi kelmaydi. O'ltiringlar. Savoqdoshlar, bugun yangi dars o'qiymiz. Yangi dars o'qishdan burun o'tgan soatda o'tilgan darslarni takrorlab o'taylik. O'tgan soatda nima dars o'tdik? Qaysinglar javob berib baqisizlar. Rizvangul. Chashqon bilan meshik degan masala o'tilib ketgan. O'ltiring. Endi darsimizga kelaylik. Jarohatning yomonlashib ketish sababini bizmi bilmayotimiz. Hozir jarohatdan suluq qapartma va yiring chiqib yo'qolish kuchayotidi. Ahvol degandek yaxshi emas. Davolanish jarayonida totiq bo'lib qolishi ehtimoli yaqin. Qiz bola tursa, endi qandoqmi qilamiz? Bir obdan bajidarsini ishlayotdi. Bo'ldi, ko'nglingizni buzma. Biz Danagulning jarohatini davolashga maxsus bir guruh tashkilladik. Barliq imkoniyatdan foydalanib boqaylik. Hozircha bu gapni qizim o'qmay tursin. Dadasi komandirovkaga chiqib ketib, qaytib kelmadi.
Bu bola kichikdan tortib akiching bo'lib qolgan. Uning ustiga mijasini tarsa. U bu dardlarga qandoqmi bardoshlik berar-ekan, hech bilmadim. Hammasi o'zimdan ketdi. Hammasi mendan ketdi. Mendan ketdi. Kızım, qandoqroq qopsan? Voy, nima qilyapsan? Unda qilma qizim, o'zingni aya. Unda qilma. Jo'm yaxshi o'tib, qizim, o'zingni aya. Unda qilma, qizim, unda qilma. Ertamaga ustan qizim, unda qilma. O'zingni aya, yaxshi ketsan, qizim. Yaxshi ketsan. Apa, ha? Men Ürümchiga yig'inga boradigan bo'ldim. Apa, acham viloyat bo'yicha munavvar o'qituvchi bo'lib saylanibdi. Endi televizorga chiqadigan bo'ldi. Men uxmay qoptiman, jinim qizim. Muborak bo'lsin. Yaxshi o'pdi. Qachon mang'idi ekansiz? Yaxshib qoldingmi? Vaqtida kelolmay qoldim, hech qiz yo'q. Sen aldirashtirsan, bu yerga kelish vaqtim chiqadimi? Qizim, ko'nglingizga olma. Danagul og'rib qolgandim, buyon mijozim shunday bo'lib qoldi. Hargiz ko'nglingizga olma. Yo'q, kerak yo'q, acha. Danagulni ishqirga opirdi ekan deb angladim. Shunday qizim. Bir necha kundan keyin men qilyapmiz. Yaxshi bo'pti, acha. Ishqirning texnikasi yuqori, saqib kelsan adash. Yo'qlayman deb ko'p avvar bo'psiz. Rahmat. Avvar bo'g'dak ish yo'q. Men keyin yo'qlayman. Yo'l bo'lsin, acha. Rahmat qizim. Danagul, anisa qaytib kelganda ko'rishaylik. Patroq saqib kelgaysan. Xo'sh. Sizni avvar qilibmiz. Men o'zib qo'yay. Xo'sh bo'ldi, turib keling. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, hozir biz o'qituvchilar bayrami munosabati bilan Namalik o'qituvchi Rayhongul xonimni ziyorat qilmoqchimiz. Yaxshimisiz Rayhongul Qodir? Yaxshi o'qituvchilik jarayonida qanday ishlarni boshdan kechirdingiz? Tomoshabinlarga so'zlab bergan bo'lsangiz. O'qituvchilik jarayonida men nurg'un qiyinchiliklarni boshdan kechirdim. Buningda asosan bir qism o'quvchilarning ota-onalari dehqon bolasi dehqon bo'ladi degan qarash bilan bolalarni maktabda o'qitishga past muomalada bo'ldi. Men ularga ko'p qatim tushuntirdim. Oilasida qiyinchilik bor o'quvchilarimga turmush jihatdan yordam berdim. Yana bir tarafdan maktabimizning sharoitini yaxshi emas bo'lg'ashqa, maktabdagi o'qituvchilar bilan maktab sharoitini yaxshilash uchun biz birlikda ko'p kuch sarf qildik. Natijada bizning maktabimiz hozir yer qurishga boshlabdi. Bu yaxshi ahvol. To'liq qurib bo'lgandan keyin husn tuzash operatsiyasi qildirsa bo'ladi. Qizim, doktorning deganlarini anglagansan. Hanim bo'lsa husn tuzash operatsiyasidan keyin texnik chiroyli bo'lib ketgan. Ko'nglingni yerim qilma.
U o'tira maktabda o'qiyotganda darslarda doim yaxshi edi. Har xil fanlardagi natijasi a'lo bo'lib, yilma-yil mukofotga erishadi. U o'tira maktabni bitirgan chaqda Savoqdoshlar, endi tekstni hammanglar unlik ovozda tang o'qinglar. Emis boshlanglar. Soatmi toshib qopti. Endi ishdan chiqsak bola? Bura, o'ltiravermay. Qaytamiz. Reyhangel, siz birdan o'tiramsiz? Siz qaytmashtiring, mening yana ozroq ishim bor edi. Ma'qulamsan, men qashtiray. Bolam. Ochang hech qaytib kelmaydi. Reyhangel, turing qizim. Jenim qizim, men bo'lgansiz. Ozroq usullik ichaman. Ansirmang opa, birdamdan keyin o'ngishib qolaman. Bo'ldi, yetinglar. Yo'q, bolam. Siz yaxshi bo'lib qolgandan keyin yaxshimi bo'ladi? Yana bearam bo'lyapsiz qizim. Yo'q opa, xeyli yaxshi bo'lib qoldim. İcil inak ötümüz bir koroda hemmimiz. Doktor, ahvol qanday? Menisiga qon tushibdi. Operatsiya qilgandan keyin natijasiga qarab boqayli. Shundaqmi? Qanday ehtimollik yuz beradi? Hayotini saqlab qolgandimi, palash bo'lib qilish ehtimoli bakli yaqin. Doktor, qanchalik chiqim ketsa mayli, bu qizni qutqizishga tirishchanlik ko'rsatsanglar. Cho'qim shunday qilamiz. Ahvoli qandayroq? Xatardan o'tib ketdi. Badanining yarim tarafi harakatlanmay yotadi. Uyda bir mazgil orom olsa bo'ladi. Shundoq bo'lsin. Rahmat, maqnamsan. Xo'sh. Qizim, Danagil sizni yo'qlab ketdi.
Yaxshimsan? Qachon qaytib kelding? Boya qaytib keldim. Hech qanday his qilmabdi. Ko'nglimni yasab shundoq tavatsana. Birinqiga o'xshamayli qoldik. Yo'q, undoq emas. Seni qavul bilan to'y qiladi ekan deb anglagan edim. Qanday bo'ldi? Qo'ya adash, u namartning gapini. O'zimizning gapini deyishaylik. Molim yo'qsimsiz? Molim yaxshimisiz? Molim yaxshi qoldingizmi? Molim sizni best yig'indi. Molim qachonliq bor? Best yig'indi. Molim yo'q. Molim qachon maktab borasiz? Yaxshimisiz, Turg'un muallim? Mening bunday xat yozishimni xayolingizga keltirmagan bo'g'aydingiz. Men tanagil bo'laman. Turg'un muallim, men dunyoda erishishga tegishli hamma narsaga erishsam deb o'ylaydim. Amaliyotda men hammadan mahrum bo'lish kirdobiga berib qolganligimni bayqamabdiman. Hayotimdagi agar to'qqa yo'llar menga suyish va suyunishning nima ekanligini endi tushundirdi. Shaxsiyatchilik va hasaddan paydo bo'lgan asabiylik oxiri o'z bo'ynimga sirtmoq bo'lg'ili tas qildi. Siz meni ustozlarcha ko'ngli bilan kechirishingizni umid qilaman. Savoqdishim Rayhongul tuyuqsiz menisiga qanishib o'rin tutib yetib qoldi. Men uning oldidagi gunohlarimni o'zi aqida qilib tarbiyalayotgan notavon o'quvchilarni o'zlashsiz tarbiyalash yo'li bilan jo'sam degan niyatga keldim. Endi meni qaytadan tug'ildi deb his qilib o'qish bitirish xotiramga bir savoqdishimdan yozib qo'ygan mana misralar orqali xatimni oxirlashtiraman. Izla ey inson, pok aql, vijdon. Dunyo hammaga beradi unvon. Mayli bo'l gadoy, mayli bo'l sulton, yaxshilik uchun yaralgan inson. Xayr xo'sh, o'quvchimiz Tanagildim. Rayhongul muallim. Qandaqroq yaxshi qaldingizmi? Yaxshi ishlarni o'qib turgansizlar. Men xeyli yaxshi qoldim. O'quvchilarim qandaqroq o'qiyotdi ekan? Xotirjam bo'ling, ular nihoyat yaxshi o'qiyotdi. Yaqinda bir parcha nomsiz xat bilan 10 ming pul ketdi ekan. O'qishsiz qolgan qiyinchiliklar bolalarga ishlatildi. Maktab sharoitida xeyli yaxshi o'qib qoldi. Yaxshilik ko'klaydi, qurmaydi degan gap bor. Shu yaxshi niyatli odamning baxt yo'lini yo'riq qiladi. U pul bilan nomsiz xatni evatgan Tanagilmi degan. Qizi, Tanagil sizga harorat aytdi bola. Hay, sen talaga ep chiqib, aylantirib kiray-ya. Avvar bo'psan, rahmat adash. Deganda xushal. Shundaqmi? Seni maktabga kiray-ya. Ma'qul.
aldınız? Adaş, sen ormanda tura aldın mı? Her gün yol izleyenlerge Sefirge ak yol tilen Kul bergin pak mihrin bilen Yükseklerge ketsun ürlen Kömüldü soğuk işsun kömür Beynimizin yürekli esret Yazmın altın altı beden Hemmimizge yağsın yol tiler Hol bergin pak mihrin bilen Yükseklerge ketsin ürler Kömüldün soğuk işsin gönül